Assalomu alaykum barchaga. Teplovoy nasoslar, issiqlik nasosi Deltron brendidan O'zbekiston Xorazm viloyati Hazaraf tumanida bizlar ikkita 24 lik teplovoy nasos qo'yganmiz. Split sistema. Avtomatika shit. Bu qozonxona, ya'ni kotelni. Bu yerda trap bo'lishi shart. Birinchi, ikkinchisi. Bu yerdagi harorat 14-13 gradus plus. Chunki mana bu kotellar jaydari qilib aytsak agar, mana bu kotellar +5, minimum +5 da turishi kerak. Undan past bo'lsa agar yoqish tavsiya qilinmaydi. Nasosimiz filtr magistralniy. Bu yerda ikkita bufer tanklar. Hozir davleniya 2. Bu ham 2 da turibdi. İşlash diapazoni 2-2,5 davleniyada bo'lishi kerak. Bugungi sana 19 yanvar 2026 yil.